Assalomu alaykum. Anas Blogger kanali obunachilari, bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana shunday qo'chqor ishqibozlar. Akalar, bugun Xudo xolasa hafta kuniga yakshanba sanamizga 28-sentyabr. Biz hozirda Namangan viloyati, Namangan tumani, Samarqand Savxoz bozoridan qo'ylardi bugungi narx-navolar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Aka, buni urug'bob kimdan aka? Aka, Nech pul deyapsiz? olaman degan akamizga telefon qilsa, agar siz barchingiz 8,5 million so'mga ketaveradi. 8,5 million. 8,5 million. Dastavka ichida. Tishi nechta tishi? Tishi. Bo'yini o'lchaganmiz buni? Bo'yi 90 plus aka. Qani tishini ko'rsatmoqchi? Ondan Hurmatli obunachilar, qo'chqorimiz ikki tishi ekan. tishi. 90 plus aka. Radizlar o'ta kelgan joyida, oyoq qo'llari, kasdagilar yaxshi akalar mana. Kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa. Yana telefon qilsa yana shish beraman. Nomerni ayting. 77lik. Aha. 194 194 1110 1110. 24/7 aloqada. Bo'ldi. Anas Blogger kanalidan telefon qilyapman desa yana o'tib berasiz. Men kanalimga obuna bo'lib qo'ying akalar. Ahmedbek Instagramda Namangan qo'yiladi. Bo'ldi. Bittadan like bosib qo'ying akalar. Ularga eng noyoblaridan berishadi. Bo'ldi, obuna bo'lmaganlar obuna tugmachasini bosib bittadan like bosib qo'yasizlar akalar. Nech puldan deyapsizlar, oshna bo'ladi? 4 milliondan kam. 4 milliondan kam bor. Necha oylik bular? 6-7 oylik. 4 million so'm. Hurmatli obunachilar, 4 million so'mdan kami bor. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqarsa, tagi serapa buni. Nomerni ayting Olimtoy. 94lik 679 99 69. Mana shu akamizga alinga chiqarasizlar, Olimtoy ismlar. Yeb ichishni ko'ryapsizlar, hurmatli obunachilar, yeb ichishdan umuman muammo qilmaysizlar. 4 million 300dan kami bor. Eng arzoni faqat Anas Blogger kanalida. Kanalni yo'qotmaslik uchun bittadan like bosib, qo'ng'iroqchani bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Qilib beramiz bir joyga. Bu Anas ham kanaldan telefon qilyapmiz, shu yerdan qilib berasiz. Beramiz bir joyga. Bo'ldi, mana shu gapimiz. Bo'ldi. Faqat tezroq tugab qolish varianti bo'ladi. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana men sizlarga har doim aytaman, eng arzoni faqat Anas Blogger kanalida. Kanalni rivoji uchun bittadan like bosib, qo'chqor olmasangiz kommentariyaga chiroyli so'zlarni yozib, obuna bo'lib qo'yinglar.